Do'stlar, biz juda ham noshukrmiz. Bilasizmi nimaga? Chunki sopa sog'lom bo'lib turib shukur qilmaymiz. Hozir bitta joyga kelganman, to'g'risi sizga qanday ko'rsatishni, qanday tushuntirib berishni ham bilmayman. Men shu qizcha 7 oy oldin xuddi bizni sizga o'xshagan sopa sog'lom qiz edi. Lekin Allohning sinovi kelib bu holatga tushib qoldi. Assalomu alaykum. 7 oy oldin sizlarga o'xshagan soppa sog'lom qiz edim. Baxtsiz hodisa tufayli hammomda gaz to'planishi oqibatida yonib ketdim. Shunga saxovatpesha insonlardan yordam so'ramoqchiman. O'rtoqlarim bilan ko'chalarga chiqardim. Hozir chiqolmay ham qoldim. Faqat uyda o'tiribman. Ko'chaga chiqsam ustimdan kulyapti. To'g'risi ko'chaga ham chiqolmayapman. Shunga hammalaringni yordam qilishlaringni so'rardim. Operatsiya qiladi ekan, Hindistonda iloji bor ekan. Shunga yordam qilishlaringni so'rardim sizlardan. Ushbu singlimizning ismi Marjona, yoshi 17 da. Undan 7 oy oldin gazda yonib ketgan, qo'llari, yuzlari, oyoqlari yonib ketgan. Hozirda buni rasmlarini, qog'ozlarini Hindistonga tashab beruvdik, operatsiya qilsa bo'ladi, ya'ni teri ko'chirsa bo'ladi deydi. Lekin operatsiyaga $12,000 atrofida mablag' so'rashdi. Mana xudo xolasa sizlar bilan birgalikda yarmini yig'dik. O'zlarida ham bor ekan, yana qolgan yarmini, ya'ni $6,000 atrofida mablag' yig'ishimiz kerak bo'lyapti. Do'stlar, imkoningiz bo'lsa, mana shu ekrandagi o'zlarining kartalariga Marjona chiqadi, Hafizaxon chiqadi, ehson qilishingizni so'raymiz. 5,000 so'm, 10,000 so'm bilan hali hech kim boy yoki kambag'al bo'lib ketmagan. Lekin siz ehson qiladigan o'sha summa bitta qizni hayotini yaxshi tomonga butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Bizni qo'limizdan kelgani mana videoni kelib sizlargacha yetkazib beryapmiz. Agar moliyaviy jihatdan imkoningiz bo'lmasa, mana shu videoga like bosib, kommentariyaga chiroyli qilib duo qilib yozib qo'ying hamda o'zga o'xshagan unta saxovatpesha insonlarga yuborsangiz, shunda ham katta yordam qilgan bo'lasiz. Do'stlar, Marjonaga qancha summa yig'ildi? Qachon olib ketiladi? Albatta keyingi videolarda chiqarib boramiz. Bemalol obuna bo'lib kuzatib borishingiz ham mumkin.